Lehseyimizin devamını devamlaştırımız hürmetli vatandaşlarım. Mavzumunda Prezident Trump Cungu Yaponiya rehberleriga yana telefon berip Çavuşan meselesini muhakeme kıldı. Mavzulu haber 4. ayının 24. günü Amerika ovozini Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq başlar. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trump Oqsaroydan yana bir qatim Cungu Yaponiya davlat rahbarlariga telefon berib, Çavuşan meselesidagi andishalarni muhokama qildi. Yaponiya amaldorlari oshkorlab bunda ko'rsatdi. Prezident Trump bilan Yaponiya vaziri Shinzo Abe telefonda 30 minut atrofida so'zlashdi. Pyongyangga texmi eg'ir besim ishlatib Çavuşanni qayta ig'vogarchilik qilmaydigan holga keltirmoqchi bo'ldi. Shinzo Abe haftaning birinchi kuni Tokioda muxbirlarga mundaq ko'rsatdi. Biz qayta ig'vogarchilik qilayotgan Çavuşanning o'zini tutib olishi to'g'risida qattiq talab qo'yishga qo'shildik. Vazir Shinzo Abe to'liqlab mundaq ko'rsatdi. Amerika bilan Yaponiya zich munosabatni saqlaymiz. Hushyorligimizni saqlab, Çavuşanning ig'vogarchiligiga qat'iy javob qaytaramiz. Vazir Shinzo Abe yana mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump va men mundaq hisobladik. Cungu Pyongyangga taqobil turish jihati zo'r rol o'ynashi lozim. Xinhua agentligining xabariga asoslanganda, Prezident Trump shuningdek keyin Rais Xi Jinping bilan telefonda so'zlashdi. Rais Xi Jinping har qaysi taraf o'zini tutib olish kerak, vaziyatni jiddiylashtirishdan saqlanish lozim deb ko'rsatdi. Endi bu telefonda so'zlashning tafsiliy jarayoni emas, bir ikki so'zni o'tirib qo'yganligi. Biroq shu narsa aniqki, vatandoshim, hozir Çavuşanning vaziyati jiddiylashayotgan paytda, o'sha bir oy ichida Prezident Trump bilan Junguning rahbari Rais Xi Jinping ikki qatam so'zlashdi degan gap Çavuşan krizisining jiddiylashayotganligini ko'rsatdi. Amerika amaldorlari Çavuşanning qadam-qadam ig'vogarchilik qilishiga taqobil turish uchun har qanday tanlashni kesh qaqmaymiz deb qayta ta'kidlab kelyapti. Boshqa xabarda ko'rsatilishgandi. Boshqa xabarda ko'rsatish nima deydi? Jungu Tashqi ishlar ministrligining ministri Wang Yi Çavuşan yadro qurollarini hal qilishda Jungu xalqliq davlat emas deb ko'rsatdi. Biz boshda Çavuşan Yaramallı sözlülük var. Şu to'g'rida xabarda Wang Yi, Jungu Tashqi ishlar ministrligining ministri Wang Yi Çavuşan masalasini hal qilishda Jungu xalqliq davlat emas. Sizlarga biz leksiyada so'zlagan to'q Çavuşan masalasini hal qilishda birdan bir davlat Jungu, ya'ni Jungu xalqliq davlat degan gaplarni biz so'zlab qoldik sizlar xabarlarda. Bugun nimishqa tuyuqsizlar 24-kunida yani ati 25. günü, 24. günüde Wang Yi nimishqa Jungu Çavuşan meselesini hal qilishda xalqliq davlat emas degan yere kelib qoldi. Bu tarafdan Amerika besim qilyapti. O tarafdan paylini buzib Çavuşan besim qilyapti. Jungulik apandilar bir so'z bor Uyg'urlarda bir maqol tamsil bor. O'zim topgan balaga nega varay da'voga. Çavuşanni siz yulab turg'izdingiz. Çavuşanning bosh ko'tarishini siz qo'lladingiz. Çavuşan Koreya yerim orni atomlashtirdingiz, yadrolashtirdingiz. Bugun endi siz buni hal qilasiz deb Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti sizga vazifa taqsim qilib berdi Jungulik apan. Uning ustiga yaqinda Yaponiya vaziri Shinzo Abe bilan Avstraliya davlat boshlig'isi birlashib, o'xshashlar Prezident Trump qo'ygan vazifani bu ikki davlat birlashib takrorladi. Yadro qurollari masalasi bo'yicha Çavuşan masalasini Jungu hal qilish kerak. Jungu avval qo'l solish kerak deydi. Demak, masala mushiyaga yetdi. Hozir endiki ish shuning uchun Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trump apandi saylam davridagi so'zlarini bir joyga elib qo'yib turib, 3 masala bo'yicha Junguga yo'llaydi, Junguga e'tibor berdi. Birinchi, savdo munosabati 45%lik boj qo'yishdan Prezident Trump voz kechdi.
ikkinchisi Jungo bilan Amerika o'rtasida boshlangan savdo urushidan prezident Tramp voz kechdi. Uchinchisi Jungo pulni kontrol qilguvchi davlat deb tizimga elishdan va xotiraga elishdan prezident Tramp voz kechdi. Mana shunday gap. Amerika o'zining jonijon manfaatidan, ya'ni iqtisodiy manfaatidan dollardan voz kechib, Jungoga bu vazifani topshirdi. Siz buni bejarisiz. Siz buni hal qilasiz. Biz boshliqligimiz so'zlab o'tdik. Ayni vaqtda prezident Reagan, rahmatli prezident Reagan Gorbachevga nayti illiq tabassum bilan tashabbus qilib, Mr. Gorbachev berden temini öğrü bitin dedi. Degandek öğrildi. İşki girman birleşti. Bugün sizge bu vazife koyuldu. Başta Charles Efendi biz Çavuşan'la birlik keltirişte vazgeçeyli depti. Bu nazariyedeki gap. Ameliyat qandaq bo'ladi? Ameliyat o başqa gap. Biroq hozir bizning shaxsan o'zimizning ko'z qarashicha bu ishlarga bahoya ozor beradigan bo'lsak, Çavuşan'ni birlik keltirmay turib, Shimoliy Çavuşan'ni yo'qotmay turib, uning siyosiy hokimiyatini yo'qotmay turib, Çavuşan yerim oralini atomdan, yadrodan xoli qilish bu mutlaq mumkin emas. Mutlaq mumkin emas. O tarafda Kompartiya Jungosili bo'ladi ekan, bu tarafda Çavuşan Kompartiyasi bo'ladi ekan, bu ishga sharqda ish qilgan kommunizm lagerining ittifoqi va ularning bir-birini qo'llashi oxirgi hisobda yadro va atom qurollarini elib chiqib, Sharqiy Shimoliy Osiyoda vaziyatni bog'liq keltirishi o'ng'ay ish emas. Ularning o'ng'ay ish emas, bu dunyo uchun o'ng'ay ish emas. Şuna Jungolik efendiler sizler şu vaziyetini bir taraf kılışlar. Bugün neymiş ki Wang Yi efendi tuyuksuzlar Çavuşan meselesini hal kılışta Jungo halkılık devlet emas degan gapni qilib qoldik. Kayniga yeni olamdı o ya ki hakikaten gücü yetmedi mi? Buna aldığımızdaki vaziyetinin aldığımızdaki terakkiyatını görüp alayımız. Hürmetlik vatandaşım.